Ghibli trend yoki tuzoq. OpenAI sizning shaxsiy suratlaringizni sun'iy intellektni o'rgatish uchun bepul repozitoriyga aylantirmayaptimi degan bir maqola chiqdi. Hurmatli muxlislar, xabaringiz bor, Shokirjon, Ghiblidagi suratlar o'z bizning ekspertlarning suratlarini ham Ghibli qilishgan ekan, siyosatshunoslarni. Endi biz uni e'tibor bermagandik. Mana endi hozir bu qaysinda India Times'da chiqyapti maqola, hurmatli muxlislar. Ya'ni Ghibli haqida xabaringiz bor, ya'ni suratni siz real suratni yuklaysiz, u multfilm qilib beradi. Mana shunday deylik, shunday desak to'g'ri. Ya'ni u buni multfilmga aylantirib beradi va juda mashhurlashib ketdi. Oxir oqibatda shu darajada mashhurlashib ketdiki, bu narsa ularning serverlari ko'tara olmay qoldi. Ya'ni odamlar bunga juda qiziqar ekanmi? OpenAI'ni serverlari ko'tara olmay ancha shunday masalalar ham bo'ldi va boshqa servislar ham sekin-asta boshlashdi buni hozir. O'zlarini shunaqa qo'shimcha xizmatlar ko'rsatishyapti, o'sha Ghibliga aylantirib berish, qaysi biri yaxshiroq chiqyapti, qaysi biri o'xshayapti, qaysi biri o'xshamayapti degandek. Endi Anvarga birinchi savol o'zi bu nima? O'zi Ghibli nimaga bunchalik bu mashhur odamlarni oldi? Ya'ni odamni multfilmga aylantirish shunchalik mashhurmi? Keyingi savol to'g'ridan-to'g'ri savol. Bu odamlar bugun o'zlari xohlamay o'zlarining real suratlarini bazaga tinmay yuklashyapti. Masalan, kechiginda meni o'zimning do'stlarim, mana alohida endi chatimiz bor. Bu maqolani hali o'qimagandim. Choyxonalarda, kafelarda bir dunyo rasmlarni Ghibliga aylantirib tashlashdi. Endi hozir o'zlaridan beruxsat qo'ygim kelmayapti. Shu darajada kecha yarim kuni meni do'stlarimni Ghibliga aylantirish bilan o'tdi. Qaysi biri o'xshabdi, qaysi biri o'xshamabdi. Bugun esa men bu maqolani o'qib turibman. Ya'ni sizlar deyapti, odamlar o'zingiz beryapsiz suratingizni. Hammasini beryapsiz. Mana shular haqida munosabatingiz haqida. Juda yaxshi bu yerda fikr bildirilgan. Boya aytganimizdek, Yevropada odamlarni ma'lumotlarini, o'sha shaxsiy siz rasmlaringizni misol uchun beruxsat olish mumkin emas. Hattoki siz deylik ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan bo'lsangiz, Instagramga qo'ygan bo'lsangiz ham sizdan beruxsat deylik OpenAI kompaniyasi rasmingizni olib undan foydalanish mumkin emas. Bunga juda qattiq taqiqlar bor. Lekin bunaqangi dastur orqali, o'sha rasm generatsiya qilish orqali sizdan o'zingiz endi rozi bo'lib beryapsiz bu rasmlarni. Va berganingizda ham hatto ijtimoiy tarmoqqa qo'ymaydigan rasmlaringizni ham beryapsiz-da. Ya'ni odamlar deylik, u yoqqa ijtimoiy tarmoqqa masalan farzandlar rasmini yuklayotganlar bor, er-xotin rasmga tushib qandaydir rasm masalan moda bo'ldi, qo'yadi. Va hokazo, ya'ni bu yerda siz o'sha choyxona deyapsiz, choyxonada rasmingizni OpenAI'da boshqa ko'rmagan bo'lsa kerak. Uni ijtimoiy tarmoqlarga joylamagansiz. Lekin OpenAI endi ko'rdi. Joylashyapti hozir. Xuddi shunaqa. Mana siz endi uni rasmni qo'ydingiz, OpenAI'ga berdingiz. Ya'ni bu birinchi eng katta, hattoki mana serverlari kuyib ketadigan darajada nagruzka katta bo'ldi, bosim katta bo'ldi deyilyapti. Bu juda ham qimmat. Bu juda ham qimmatga tushdi degan. Demak, mana shu 2-3 hafta davomida hozir OpenAI millionlab dollar yo'qotdi. Chunki bu xizmat bepul bo'ldi. Pullik $20 ichida emas, bu bepulning ichida bo'ldi. Rasmdan generatsiya qilish bepul bo'ldi. Ya'ni millionlab emas, milliardlab odamlar bu xizmatdan foydalansak to'g'ri bo'ladi va bu milliardlab odamlar yo'q deganlar agar 2 tadan, 3 tadan, 10 tadan rasm bergan bo'lsa ham, demak tasavvur qiling qanchalik katta ma'lumotlarni hozir OpenAI yig'ib oldi. Bepul yig'ib. Bepul desak noto'g'ri bo'ladi. Boyagi serverlarning hadi bor, lekin suratlarni qarang. Aslida bundan qimmatga tushar edi. Sotib olganda, ya'ni sotib olish imkoni ham yo'qda. Birinchidan sotib olish imkoni. Masalan, agar qaysidir kompaniya bizdan so'rasa, bermasdik suratni. Shunaqa. Lekin bu yerda mayli, xo'p, imkoni bo'ldi, tekinga bepulga yig'ib oldi va ular kutgandan ancha arzonga tushdi bu narsa va imkonsiz narsani qilishdi. Endi siz bitta narsani tushuninglar, masalan, so'rash mumkin, rasm nimasi qiziq? Masalan, men rasmni berdim, OpenAI'ga yukladim, undan qanday foydalanish mumkin deb so'rashingiz mumkin-da. Birinchidan bu rasmni yig'ayotganda OpenAI kompaniyasi aqlli yo'l bilan yig'adi. Bu rasmlarni o'zini ko'rib yig'ilmaydi. Siz u rasmni yuborayotganingizda, siz rasmni qayerdan yuboryapsiz? Qaysi, misol uchun, hududdan yuboryapsiz? Siz millatingiz kim? Siz OpenAI'dan oldin ham foydalangansiz. Oldin foydalangansiz, u yerda boshqa qo'shimcha ma'lumotlar bergansiz. Ismingiz kimligini biladi, qaysi, masalan, qanaqa faoliyat ish yuritishingizni biladi, qanaqa kompaniyada ishlashingizni biladi. Ya'ni siz haqingizda shaxsiy ma'lumotlaringizni siz sun'iy intellektga davomiy ravishda berib borgansiz ChatGPTga. Mana bularga endi qo'shimcha endi haqingizda yana rasman paydo bo'ldi-da. Bundan juda ko'p yo'llarda foydalanish mumkin. Masalan, men ham hozir o'ylab qaradimda, tasavvur qiling, menda butun O'zbekistondagi hamma hududdagi hamma odamlarning rasmi bor va ularning qo'shimcha shaxsiy ma'lumotlari bor-da. Bu yerda masalan profiling qilish mumkin, demografik ma'lumotlar yig'ish mumkin. Bu odamlarni masalan tashqi ko'rinish haqida, yoshlari haqida ertaga men ChatGPTdan deylik O'zbekistonda Surxondaryo viloyatida yashaydigan 35 yoshdagi erkak kishining yuz tuzilishi qanaqa bo'ladi desam, menga taxminiy rasmni chiqarib bera oladi, aniqlik bilan chiqarib bera oladi endi. Misol uchun oddiy ko'rinishida. Ya'ni bu yerda biz juda ham ko'p ma'lumotlarni berib yubordik, Face ID uchun foydalanish mumkin.
ertaga sizni tanish uchun masalan har xil endi siz rasmingizni berib bo'ldingiz, siz kimligingizni biladi, G'ayratxo'ja ekaningizni biladi, meni Anvar ekanligimni biladi. Men ertaga misol uchun chet elda AQSh hukumati deylik, siz AQShga borganingizda bu rasmlardan bemalol foydalana oladi. Ya'ni imkoniyatlari ko'pda bunaqa ma'lumotlar yig'ib olgandan keyin. Shuning uchun bekorga doimiy takrorlaydigan narsamiz, bir narsa bepul bo'lsa, mahsulot bepul bo'lsa, bilingki, mahsulot sizsiz. Mahsulotsiz. Sizni aniqlayapti. Ular bu narsani bepul berayotgan sababi siz mahsulotsiz yo'qda. Sizni bepulga olyapti. Ular balki mana shunday narsalar chiqib ketganiki, bundan biroz oldin hali ham dolzarb, ming afsus, o'sha firibgarlar insonlarni hali suratidan gapirtirib, ularni nomidan turli hali mana bunday biz aksiyalar qilyapmiz yoki pul tarqatyapmiz, mana bunga o'ting deb hali turli phishing, xullas hamma narsa qilayotgan edi. Endi esa insonlar o'zi rasmlarini hali qo'shtirnoqchida aytsak tonnalab yuklayapti. Shunaqa. Olavering, davlatimiz kamayib qolmaydi. Endi Anvar aka, men doim mana shu davlat idoralariga aytaman, xavfsizlik tuzilmalariga aytaman. Ayrimlari hattoki aytishadi, siz oshirib yuboryapsiz yoki deb aytaman. Yo'q, bilmadim, balki oshirib yuborayotgandim. Lekin real xavf bor. Kameralar bo'yicha aytaverib, oxiri hali oki bu bo'yicha ish ketyapti bilan to'xtatishyapti meni hozir. Mana endi shu Anvar aka, sizga bitta savol beraman. Faqat nima deydi? To'g'ri, birinchi xayolingizga birinchi kelgan narsani javob bering. Sizningcha davlat organi xodimlari ham gibriddan foydalandimi yo'qmi? Albatta. Albatta foydalandi. Anvar aka, axir u davlat organi xodimi mas'ul xodim-ku. Mana men shu taraflarni, mana kameralarda ham nimasiga his qilaman. Uyingga qo'yganing mayli deyman. U shaxsiy hayoti endi u ham yaxshi emas, chiqib ketishi, lekin davlat organlari ham qo'yadi kameralarni deyman-da. Buni hammasini serveri Xitoyda-ku. Bu to'g'ri, hammasi desam balki tuhmat bo'lib qolmasa, aksariyati Xitoy. Buni o'zgartirish kerak, bekdurlarni yopish kerak, IP adresdan faqat O'zbekistonda serverlarga qaytarish kerak deb tilimiz uzilib tushdi. Anvar aka, hozir giblidan davlat organi xodimlari ham foydalanyapti. Men ishonamanki, yuqoriroq lavozimdagilar ham foydalanib qoladi. Qiziqish uchun ham. O'zi bo'lmasa ham farzand yuklab ko'radi, misol uchun, juda bo'lmaganda. Albatta, Anvar aka, men kecha meni do'stlarim yosh emas, ichida yo'q deb o'ylaysizmi shunday lavozimlilar? Albatta bo'ladi. Lavozimlilari ham hozir yuklab qo'ygan. Agar meni ko'rishayotgan bo'lsa, salom sizlarga do'st. Men kecha bunga e'tibor bermagandim. Men kecha buni hazil deb yo'ygandim. Mana bugun bu maqolani o'qigandan keyin, axir ertaga bu tayyor hali kompromitiruющий deydi-ku. Hali ertaga bu narsadan biror bir davlat organi mas'uli nomidan video chiqarish, xudo saqlasin, qandaydir foydalanishga tayyor go'sh emasmi bu Anvar aka? Juda ham oson bo'lib qoldi. Mana hozir kecha siz rasm deyapsiz. Deylik, choyxona tushgan rasmingiz. Hozir sun'iy mana shu bir dona rasmni berib, deylik, mana shu choyxonada o'tirganlarni hozir hammasini tikka turg'izda chiqib ketsin xonadan siz, generatsiya qilib beradi. Yoki hammasi masalan o'tirgan joyda shu yerda masalan oldiga bunaqa taomlarni qo'yib qo'ysangiz qo'yib beradi. Masalan deylikda, juda ham osonda. Ya'ni sun'iy hozir shunaqa yuqori aniqlikda rasm generatsiya qilyapti. Ko'rib hayron qolasiz. Bu hattoki buni reklama kompaniyalar ishlatyapti. Mana kecha chiqdi, mana shu aynan ChatGPTning yangi versiyasida nimada foydalanishyapti? Kompyuter o'yinlarida, bilasizmi, masalan, deylik, futbol o'yinlari bor, ichida o'yinchilar bor, haqiqiy o'yinchilar, masalan, Messi bo'lishi mumkin, Ronaldo bo'lishi mumkin. Generatsiya qilishgan Messini o'zi mana shu o'yinni o'ynab o'tiribdi-da. Haqiqiy chiqqan, haqiqatan uni ko'rsangiz, masalan, sizga agar buni ChatGPT generatsiya qilgan deb aytmasa, bilmaysiz. Mana Messini o'zi o'tirib, o'zini o'zi o'ynab o'tiribdi kompyuterda-da, ekranda-da. Mana shunaqangi yuqori aniqlikda chiqqan. Tasavvur qiling, istalgan odamni istalgan rasmini hozir generatsiya qilish mumkin endi. Siz u rasmlarni berib bo'ldingiz. Ikkinchi xavfi boya aytganingizdek, bu masalan do'stlarim bilan birga o'tiribsiz desa, mana Google'da juda qiziq funksiyasi bor. Google rasmga olasiz, agar jamoa bo'lib rasmga tushgan bo'lsangiz, narigi odamga darrov aytadi, mana bu rasmda deydi, palonchi bor ekan, shunga rasm ulashmaysanmi deydi. Darrov aytadi Google'da. Masalan, jamoa bilan rasmga tushgan ekansiz, siz rasmning o'rtasida qara deydi, G'ayratxo'ja aka rasmlari bor ekan, G'ayratxo'ja aka ulashib qo'y bu rasmni deydi. Sen qayerdan bilding? Shuni ayting-da. Demak, sizni demak taniydi. Google taniydi, darrov aytadi. Meni kontaktimda borsiz. Demak, sizni ham taniydi bu Google, meni ham taniydi, boshqalarni ham taniydi. Ertaga siz rasmlarni ertaga yukladingiz onlaynga, hammani taniydi.